Ba'zilar ayollarni tarbiyachidan sug'urib olmoqchi. Ba'zilar ayollarni otasidan, eridan, akasidan, amakisidan sug'urib olmoqchi. Sen o'zing uchun yashashing kerak. Sen o'zing uchun karyera yaratishing kerak. Sen endi feodallarcha fikrdan voz kechishing kerak. Sen xizmatkor emassan. Senga qaynana, qaynataning xizmati vojib emas. Sen bola emdirganing uchun haq pul maosh olishliging mumkin. Sen bundoq qilishing kerak. Sen undoq qilishing kerak. Sen tengi yo'q dahosan deb o'ziga bino qo'yib psixologman degan odamlar ba'zida o'zlari bundan mosuvo ayol qizlarimizni ham ruhoniy dunyolarini, e'tiqodiy dunyolarini, masalalarga baho berish dunyolarini buzayaptilar. Shuning uchun Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom har lahza, har onda ularning tarbiyalariga e'tibor berishlikni uqtiryaptilar. Hazrati Payg'ambar alayhissalatu vassalom aytadilar, Buxoriy rivoyatda: Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum xuluqan, khiyarukum linisaihim. Bu hadisni 2-3 yildan beri agar juma namozlariga ishtirok etayotgan namozxon bo'lsa, bu hadisni eshitgan. O'nlab martalar eshitgan bo'lishi mumkin. Akmalul mu'minina imanan, ahsanuhum xuluqan, khiyarukum linisaihim. Mu'minlarning eng afzali, axloqi go'zali. Sizlarning eng afzalingiz ahli oilasiga yaxshilik qiladiganingizdir. Qanday yaxshilik qildik? Moddiy, ma'naviy, jismoniy. Bizlar qaramog'imizda bo'lgan ayollarimiz, xotinimiz, qizimiz, opa-singlimiz kalomullohdan boxabarmi? Ilohiy nurdan, rabboniy marhamatdan boxabarmi, yo'qmi? Qur'on o'qib biladimi, yo'qmi? Ilohiy nur bilan nurlana oladimi, yo'qmi? Bu dunyodagi nurlar Alloh taoloning nuri oldida hech narsa emas. Hech narsa emas. Sham ham emas. Ilohiy nur bilan farzandimiz, qizimiz, o'g'limiz, ayolimizni munavvar etdikmi, yo'qmi?